Bu qo'shinga Vengriya podshohi Sigismund qo'mondonlik qilgan bo'lib, ular shundoq ko'ringanki, biz bu kuchimiz bilan osmon tushib ketsin, neyzimiz bilan tutib olamiz degan. Asirga tushgan ahli salib qo'shinining bosh qo'mondoni Sulton Bayazidga yoldirib, agar sen meni qo'yvasan, bundan keyin men senga ikkinchi qatim urush ochmaslikka qasam qilaman deydi. Haqiqat ojizlashadi, mag'lub bo'ladi, lekin yo'qolmaydi. Batil kuchlanishi mumkin, ammo vayron bo'ladi. Vayron bo'lganda hech qanday iznlar qolmaydi. Biz ilgirki dersimizde sözlep ötkünümüzdek miladiya 1362 yılı Osmanlılarning ikkinchi sultoni bo'lgan Orhan G'ozi vafot topadi. Uning o'rniga uning o'g'li 1-Murod sulton bo'ladi. Shunday qilib sulton 1-Murod Osmanlılarning 3-sultoni bo'ladi. Sulton 1-Murod taxtga chiqqandan keyin akisi Sulaymon Pasha ozod qilaman deb shu yo'l ustida vafot topgan Edirne shahrini ozod qilish uchun shu qo'shinga qo'mondonlik qilib Edirnega yurish qiladi. Va Edirneni muhosiraga kelib uzun muddat tirkashgandan keyin ahli saliblarni mag'lub qilib Edirneni Osmanlılar tavalligiga qo'shadi. Shunday qilib Yevropa yoqasidagi eng muhim shaharlarning birisi bo'lgan Edirne Osmanlılarning qo'liga tushib, İstanbul fathisi texmi yaqinlashadi. Edirnening qo'ldan ketishi, Osmanlılar qo'shinining İstanbulga yaqinlab kelishi Bizantiya imperiyasini nihoyat kuchaytirdi. Bu vaqtda Bizantiya imperatori Ioannos V G'arbiy Yevropaga o'zi berib, shu yerdagi bosh papaning putqo'llarini suyib, uningdan Osmanlılarga qarshi yordam so'raydi. Papa 5 uningga agar İstanbuldagi va uning atrofidagi butun Sharqiy Rim imperiyasidagi ortodoks cherkovlarining hammasini o'ziga bog'lab bersa, uningga yordam qildiganligini aytadi. İmperator 5 Ioannos amalsiz ma'qul bo'ladi. Orban 5 butun Yevropada Osmanlılarga qarshi muqaddas urush safarbarligi e'lon qiladi. Natijada Serbiya, Vengriya, Bosniya va Romiya podshohlari bu chaqiriqqa ovoz qo'shadi. Mana bu shunday Yevropada Osmanlılarga qarshi sap tuzilayotgan paytda Osmanlılarga tava tuproq bo'lgan Anatoliya tuproqlarida Sultan 1-Murod qarshi isyon ko'taradi. Ichki muqimlik bo'lmasa, sirtqi dushmanga taqabul turg'ili bo'lmaydi. Bu sababdan Sultan 1-Murod darhol Anatoliya tuproqlariga qo'shin tortadi va Anqara va uning atrofidagi isyonchi baglar bilan urushadi. Mana shu paytda sultonning Anatoliyadagi isyon bilan mashg'ul ekanligini bilgan Serbiya podshohi Lazar to'hpaga bak oldirib ketib, Yevropadan keldigan ahli salib qo'shinini saqlamasdan Mersh daryo bo'yidagi Chirman qal'asiga hujum qiladi. Bu Chirman qal'asi Osmanlılarga tava bo'lib, Osmanlılarningki, bo'libmi Sulton 1-Murodningki Edirneni ozod qilishda nihoyat to'hpa ko'rsatgan qo'mondoni Lala Shahin bu qal'aning ichida va bu qal'ani mudofaa qilayotgan edi. Lala Shahin nihoyat botir va qobil qo'mondon bo'lib, bu Serbiya podshohi qarta qattiq mudofaa turib ularni mag'lub qiladi. Nurg'un Serbiya qo'shinlari qochib Mersh daryosida g'arq bo'ladi. Podshohi nihoyat ig'ir yaralanib, nimjon bo'lgan holda qochadi. Shunda qilib Lala Shahin Chirman qal'asini qo'g'dab qoladi. Sulton 1-Murod Anatoliya tuproqlaridagi isyonni besiqtirib bo'lgandan keyin qaytib keladi va Chirman qal'asida bo'lgan ishlarni xabar topadi va Yevropaga qarshi İstanbulni ozod qilish uchun keng ko'lamli qo'shin to'plash safarbarligi e'lon qiladi. Natijada Yenichar qo'shini va uningdan boshqa musulmonlarning avlodlaridan shakllangan zo'r qo'shin tashkillanadi. Ondan keyin Chirman qal'asiga hujum qilgan Serbiyaga qo'shin tortadi va Serbiyani egallaydi. Keyindan Bulg'ariyani egallab, Serbiya va Bulg'ariyani mana shu davrda Osmanlılarga tava qiladi. Serbiya va Bulg'ariyaning mag'lub bo'lib, Osmanlılarga tava bo'lib ketganligini anglagan shu yer bilan chegradashadigan Yevropa davlatlari darhol elchi o'maklarni Sulton 1-Murodga avatib, uningdan kechirim so'raydi. Shundaqla Bizantiya imperiyasimi texi ahli salib qo'shini kelmagan bo'lg'achqa darhol so'g'i salom avatib, uningdan kechirim so'rab, uning bilan ittifoqlashadi, sulhilashadi. Sulton 1-Murod har yili 500 ming oltin ulpan topshirish bedeliga ular bilan tinchlik sulhi tuzadi. Mana shu paytda yana Anatoliya tuproqlarida necha qatim Sulton 1-Murod deb qilayotgan heliqi Qarman begi Alauddin yana isyon ko'taradi. Shundaqla bu qatim Aydin va Surxon beg bilan birlashib, xili kuchli shaklda isyon ko'targan edi. Bu sababdan Sulton 1 yana shu Anatoliya tuproqlariga qo'shin tortib, ichki vaziyatni muqimlashtirmoqchi bo'ladi. Chunki ichki vaziyat muqim bo'lmasa, sirtqa yurish qilg'ili bo'lmaydi. Shunda qilib Sulton 1-Murod Qarman begi Alauddin, Aydin va Surxon beglar bilan urushib, ularni tinchitish bilan mashg'ul bo'ladi. Mana shu paytda sulh talab qilgan, tinchlik talab qilgan Serbiya va Bulg'ariyadagi podshohlar yana isyon qilib, zaminni qayta qo'lga ilib olmoqchi bo'ladi. Shundaqla Serbiyaning janubiy qismidagi Osmanlılarning mudofaachi qismiga tuyuqsiz hujum qilib, nurg'un askarlarni shahid qilib o'tadi. Serbiya va Bulg'ariyaning Osmanlılar qo'shiniga hujum qilganligini anglagan Bizantiya imperatorining o'g'li
darhol dadisiga isyon ko'tarmoqchi bo'lgan Sultan 1-Muratning o'g'li Savji Beg bilan Sultan Murat qarshi rasmiy shaklda siyosiy ittifoq tuzadi. Ya'ni Sultan 1-Muratning o'g'li Savji Beg dadisi qarshi ahli saliblar bilan Bizantiya imperiyasi bilan mana shunday echinishliq ittifoq tuzadi. Sultan 1-Murat mana shu paytda ichki jihatda va sirtqi jihatda mana shunday xirisqa va tahdidga duch keladi. Bu sababdan Sultan 1-Murat Anatoliya tuproqlaridagi harakatni tezlashtiradi va qattiqlashtirib Qarman beglarini hammasini tinchitadi. Qarman begi va boshqa isyonchi beglar shu vaqtda bosh ko'tarayotgan Timur Lenkning qishiga qochib ketadi. Sultan Murat Anatoliyani tinchitib bo'lgandan keyin tezlikda o'zini o'ngshab darhol qo'shinlarini tartibga solib Yevropaga qo'shin ta'moqchi bo'ladi. Sultan Muratning nihoyat tezlikda Anatoliya tuproqlaridagi isyonni tinchitib o'zini o'ngshib ko'rgan Bizantiya imperatori darhol Sultan Murat xat yozib, o'g'limning qilgan ishidan mening xabarim yo'q ekan. Mening o'g'lim sizning o'g'lingizdan birlashib sizga shunday inqilob qilmoqchi bo'pti, lekin mening buningdan xabarim yo'q. Men bu sababli o'zimning o'g'lini valiahdlikdan amaldan qoldirma deb o'g'lining ishidan o'zining adojuda ekanligini bildirib Sultan Muratga xushomad qiladi va shundaqla tinchlikni davomlashtirishni talab qiladi. Sultan 1-Murat uning bilan qaromay Yilanning beshi bo'lgan Serbiya podshohi Lazarga keng ko'lamli qo'shin tortadi. Serbiya, Bulgariya va Kosovodan tashkillangan shu birlashma xristianlar qo'shini Kosovo shahrida Sultan 1-Murat bilan nihoyat shiddatli urush kirdi. Bu tarixdagi Osmonlilar davridagi Kosovo urushi deb ataladi. Bu urushda Bulgariya, Serbiya va boshliqni tarkib topgan bu birlashma qo'shin fojialik mag'lub bo'ladi. Shundaqla Serbiyaning podshohi Lazar bu urushda o'ldirildi. Kosovo bo'lsa islom jug'rafiyasiga, ya'ni Osmonlilarga qo'shiladi. Sultan 1-Murat urushda g'alaba qilgandan keyin askarlarning orasida kezib mangdi. O'lgan ahli salib askarlarning ichida birisi yolg'ondan o'lib olgan edi. Buni Sultan 1-Murat darhol sezib qoladi. Bu vaqtda bu askar o'rnidan turib, "Men musulmon bo'lay" deb yolvoradi. Askarlar uni tutib oladi, lekin Sultan 1-Murat musulmon bo'lsa mayli deb o'zining qo'liga suyishga ruxsat qilishga buyurdi. U askar Sultan 1-Muratning qo'liga suyishdan yiqilishidi va yangining orasidan zaharli xanjarni chiqarib Sultan 1-Muratga shiddat bilan sanjiydi. Askarlar shu hamon bu qotilni o'ldirib tashlaydi. Lekin Sultan 1-Murat 1389-yili 7-oyning 28-kuni mush zaxmi bilan vafot topadi. Va shuningdan e'tiboran Kosovo Osmonlilarga tava islom tuprog'iga aylandi. Sultan 1-Murat 27 yil sulton bo'lgan bo'lib, u davrda 37 qatim jihad qilgan va bu 37 qatim jihadning hammasida g'alaba qilgan. Sultan 1-Murat shu davrdagi xristianlarning muqoyiliqini qo'lga keltirgan tajribali istidodli sultonlarning birisi edi. U musulmonlar bilan urush yo'lini tanlamaydi. Qudulashish va uning boshqa har xil vositalar bilan imkon qadar ular bilan urushmaslik yo'lini tanlaydi. Sultan 1-Murat vafot topgandan keyin o'g'li 1-Bayazid taxtga chiqadi. Shunda qilib u Osmonlilarning 4-sultoni bo'ladi. Sultan 1-Bayazid Batur chabdas edi. Shundaqla o'ziga nihoyat ishonatdi. U taxtga chiqqandan keyin dadasining izni besib, g'azot harakatini davomlashtirdi va serblarni umumyuzlik shaklda tinchitish maqsadida Serbiyaga o'ldirilgan podshohi Lazarning o'g'lini yana sulton qilib, o'ziga ulpon topshirishga majburlab, uning bilan sulhlashdi. Shundaqla tinchlikni qo'lga keltirish uchun uning singlisini amriga oladi. Lekin vaqt o'tgandan keyin Serbiya bilan Osmonlilar chegarasida yana to'qinish to'xtamaydi. Bu sababdan Bayazid qo'shin tortib Serbiyani to'liq shaklda Osmonlilar tuprog'iga qo'shib, Osmonlilarning bir viloyati deb e'lon qiladi. Ondan keyin Istanbulni ozod qilish uchun qo'shin tortadi. Bu vaqtda bilganimizdek ahli salib qo'shinga yetib kelib bo'lmagan Bizantiya imperiyasining bir ojiz vaqti edi. Bu sababdan Bizantiya imperatori Sultan Bayazid xat yozib, "Qanday shartlaringiz bo'lsa qo'ying, urushmayli, tinchlik kelishimi tuzayli" deydi. Sultan Bayazid uningga tuvandagi shartlarni qo'yib xat avatadi. Birinchisi, Bizantiya tuprog'idagi musulmonlarning da'vo ishlarini hal qilish uchun Bizantiya tuprog'i ichiga bir islomiy mahkama quramiz. Ikkinchidan, Bizantiya tuprog'i ichiga u yerdagi musulmonlarning huquqini qo'g'dash uchun Galata rayoniga o'zimizning askarlarini o'rlashtiramiz. Uchinchidan, Istanbulga 700 kishilik aholi silib, u yerga shu yerdagi musulmonlarni o'rlashtiramiz. To'rtinchidan, ulpanni ko'paytisizlar degan mushuning o'xshagan bir qator xil ig'ir shartlarni qo'ydi. Lekin Bizantiya imperatori bu vaqtda ojiz bo'lg'achqa, amalsiz shartlarning hammasiga ma'qul bo'ladi. Shunda qilib Bizantiya bilan yana tinchlik kelishimi imzolanadi. Ondan keyin Sultan Bayazid davlat ishlarini taraqqiy qildirishga kirishdi. Lekin bu vaqtda Kastanomodagi Isfandiyar beglari yana Osmonlilarga isyon ko'tardi. Sultan Bayazid ularga qarshi qo'shin tortib, ularni nihoyat suratda tinchitdi. Lekin Isfandiyar begi shu vaqtda bosh ko'tarayotgan Timur Lenkning qishiga qochib ketdi. Anatoliya tuproqlarida yana tinchlik amalga oshdi. Sultan Bayazid nihoyat chabdas, botur, tez harakat qiladigan bo'lg'achqa Chaqmoq nomi bilan Yildirim deb ataladi. Ya'ni Sultan Bayazid Yildirim deb ataladi. Sultan Bayazid ana shunday tez suratda Anatoliya tuproqlarini tinchitib, to'liq muqimlikni amalga oshirdi. Lekin bu vaqtda Papa safarbarlik qilgan ikkinchi qatimliq ahli salib qo'shini 100 ming kishilik qo'shin bilan Osmonlilarga qarab yo'lga chiqqan edi. Bu qo'shinga Vengriya podshohi Sigismund qo'mondonlik qilgan bo'lib, ular shunday ko'ringanki, biz bu kuchimiz bilan osmon tushib kelsa neyzimiz bilan tutib olamiz degan edi. Bu qo'shin oxiri Bulgariyaga yetib kelib, Osmonlilarga tava bo'lgan Nikopolis shahrini muhosiraga oladi. Bu xabarni anglagan 1-sulton Bayazid 100 ming kishilik qo'shin bilan ular qarshi Anatoliya tuproqlaridan yo'lga chiqadi. Shunda qilib milodiya 1396-yili ikki qo'shin, ya'ni ahli salib qo'shini va Sultan Bayazid boshchiligidagi Osmonlilar qo'shini, musulmonlar qo'shini Nikopolis shahrida shiddatli urush qiladi.
Bu tarixdagi Nikopolis urushi deb atalgan eng muhim urushlarning birisi. Bu urushda Ahli Silib qo'shini fojialik mag'lub bo'ladi. Sulton Bayezid I nihoyat zo'r g'animatlarni oladi va shundaqla nurg'unlagan qo'mondan va bosh qo'mondonni asirga oladi. Sulton Bayezid bu urushda asirga tushgan g'animatlarni va asirlarni atrofdagi islom tuproqlariga avatib, o'zining kuchlanayotganligini, ya'ni o'zining yangi islom dunyosining boshlig'i ekanligini namoyon qiladi. Asirga tushgan Ahli Silib qo'shinining bosh qo'mondoni Sulton Bayezidga yolvorib, "Agar sen meni qo'yvatsang, bundan keyin men senga ikkinchi qatim urush ochmaslikka qasam qilaman" deydi. Sulton Bayezid buning qarta, "Agar sen menga urush ochmasang, men qandaqmi Bayezid, ya'ni chaqmoq bo'laman. Men seni qo'yitay, sen berib qo'shin tashkilab yana kel, yana men ba" deb uni qo'yib etadi. Buningdan biz Sulton Bayezidning naqadar o'ziga ishonadigan, shunday xarakterining bor ekanligini ko'rib olamiz. Lekin o'ziga haddan ziyod ishinib ketish ba'zida beshimizga balo bo'lishi mumkin. Sulton Bayezidning tarixi bizga buni ko'rsatadi. Sulton I Bayezid Nikopolis urushida g'alaba qilgandan keyin Ahli Silib qo'shinlar birlashib tinchlik kelishimini buzgan Bizantiya imperiyasiga qarshi, ya'ni Istanbulni ozod qilish uchun keng ko'lamli qo'shin tortdi. Chunki bu vaqtda Istanbul qo'shin tortish uchun bahona tayyor bo'lgan edi. Chunki Bizantiya imperiyasi shuncha mustahkam sulhi bo'lsa-mu, tinchlik kelishim bo'lsa-mu, Ahli Silib qo'shinini ko'rib, sulhini buzib, ular bilan birlashib Nikopolis urushida Osmonlilar qarshi turgan edi. Bu sababdan Sulton Bayezid zo'r qo'shin bilan Istanbulni muhosiraga oladi va shiddatli hujum qiladi. Istanbul sepili yiqilay deb qoladi. Lekin shu vaqtda Sulton Bayezidga bir shum xabar yetib keladi. U bo'lsa-mu, shu davrda bosh ko'targan Temur davlatining podshohi Temurlenk Sivasni egallagan va Anqaradagi o'g'li 2-Ertuğrulni o'ldirib etgan edi. Bu xabarni anglagan Sulton I Bayezid nihoyat g'azablandi va darhol muhosirani bo'shatib Temurlenkga qarshi qo'shin tortdi. Shunda qilib fath qilinay deb qolgan Istanbulning fathisi saq 50 yildan ortiq kechikib ketdi. Sulton Bayezid bilan Temurlenkning o'tirishga urushini tushunish uchun Temurlenkni qisqacha tushunishga to'g'ri keladi. Temurlenk kim? Temurlenk milodiy 1336-yili Chag'atay davlatining Samarqand valisining bir qo'mondoni, ya'ni harbiy qo'mondoni edi. Shundaqla Temurlenk nihoyat botur, qaysar va qo'rqmas chidamchan edi. Bu sababdan Temur deb atalgan. Shundaqla urushga qahramonlik sababli bir butun yaralanib oqsoq bo'lib qolgan. Bu sababdan oqsoq degan ma'ni bildiradigan Lenk degan bu taxallus laqab qo'shilib atilib Temurlenk deb atalgan. Temurlenk ona tarafdan Chingizxonga tutishdi, lekin dal tarafdan tutishmagan bo'lg'achqa o'zini xon deb atayolmaydi. Temurlenk ko'ngliga xuddi Chingizxonga o'xshash bir davlat qurayman deb pukka edi. Bu sababdan Samarqand valisi shu davrdagi Chag'atay davlatining sultoni Tug'luq Temurning o'g'li İlyas Xo'jani o'ldirib Samarqandni egallaydi. Shundaqla Temur davlatining asosini tunji qilib Samarqand soladi. Ondan keyin atrofdagi shaharlarni egallab, shu bo'yicha kengaydi, Xorazm shahrini egallaydi. Shunda qilib milodiy 1371-yil qadar Mavaraun Nahr diyarlarining hammasini egallaydi. Bu vaqtda Chag'atay davlati ojizlashib, Chag'atay davlatining xoni Tug'luq Temurxonning qo'lida Qashqar va uning atrofidagi bir qancha shahar qoladi. Milodiy 1376-yili Temurlenk bizning yurtimiz Sharqiy Turkistonga qo'shin tortdi va Qashqarga kelib Qamirdinbek bilan 5 yil uda urush qiladi. Lekin Qamirdinbek nihoyat mustahkam qarshi turib bizning vatanimizni Temurlenk dastlabida ola olmaydi. 1388-yili Temurlenk o'zining o'g'li boshchiligida zo'r qo'shinni bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonga avatadi. Uning qarshi Xizr Xo'ja nihoyat shiddatli urush qiladi. Lekin Xizr Xo'ja oxirida mag'lub bo'ladi. Shundaqla Xizr Xo'ja Kuchaga berib oladi. Temurlenkning qo'shini ondan keyin Qashqarni egallaydi. Shundaqla egallagan joylarning hammasiga xuddi Chingizxonga o'xshash o't qo'yib mangadi. Shundaqla o'ltirgan askarlarning kallasini uzib, ularning kallasidan muno yasaydi. 1391-yilga kelgan vaqtda Temurlenk Bag'dod va Eronga hukmronlik qilayotgan Jaloir davlatiga qo'shin tortdi va ularni mag'lub qiladi. Keyindan Ozarbayjon qo'shin tortib, Ozarbayjonni egallaydi. Jaloir davlatining xoni Ahmad Uvays va Ozarbayjonning xoni Yusuf Qara Mamlukiylar davlatiga qochib ketdi. Temurlenk yana kengayib mangadi. Milodiy 1398-yili Hindistonga besib kirib, Hindistondagi Dehli musulmon xalqini vayron qiladi. Shundaqla u yerdan zo'r turkumda oltin kumushlarni besib elib keladi. Uni bilan bo'ldi qilmay taslim bo'lgan aholilarni tirik tug'izib, ko'mib, o't qo'yib, mana bu shunday vahshiy usullarcha o'ldiradi. Xuddi Chingizxonga o'xshash hunar bildiganlarni o'ldirmay o'zi Samarqandga elib ketadi, ammo normal fuqarolarning hammasini o'ldirib mangadi. Temurlenk Hindistonda urush qilayotgan paytida Jaloir davlatining xoni Ahmad Uvays Bag'dodga qaytib, davlatini qaytadan qurmoqchi bo'ldi. Bundan xabar topgan Temurlenk yana Bag'dodga qo'shin tortdi. Bu qatim Jaloir davlatining xoni Ahmad Uvays va Ozarbayjon xoni Yusuf Qara Mamlukiylar davlatiga emas, Osmonlilar davlatiga qochadi. Temurlenk Bag'dodni, Ironni, Ozarbayjonni to'liq bo'ysundirib bo'lgandan keyin Mamlukiylar xat avatadi va masjidlaringlarda, jamilaringlarda mening nomimni xutba o'qisin, ya'ni mening hukmronligimni e'tirof qilsin. Shundaqla menga ulpan topshiringlar, o'zinglarning hokimligida qilinglar. Men sizlarga hujum qilmay deydi. Temurlenkning bu talabi Mamlukiylarga nihoyat eg'ir keladi. Mamlukiylar o'zining odati bo'yicha, ya'ni to'g'ri bo'lmagan, qamlashmagan odati bo'yicha bu xatni elib kelgan elchining kallasini elib
javob qaytardi. Temurlik elchisining o'ldirilganligini anglagandan keyin qo'shinlarni to'plab Mamluklar davlatiga, ya'ni Shamga hujum qiladi. Shundaqla Shamda, ya'ni hozirgi Suriyada tarixda az ko'riladigan qirg'inchilikni olib boradi. Shundaqla masjidlarga, madrasalarga o't qo'yadi. Hunavallarning hammasini yig'ib Samarqandga olib ketadi. Shundaqla Samarqandda yangi binolarni qurib chiqadi. Bu sababdan Suriyadagi ba'zi qadimiy yodgorliklar bilan Samarqandga binokorlikning o'xshab qolishi mana shu sababdan kelib chiqqan. Temurlik Mamluklar davlatini yiqamagan bo'lsa-mu, lekin Suriya qismini xarobalikqa aylantirib o'tadi. Temurlik Shamdan chekinib chiqadi va Osmanlılar sultani 1-Bayezid xat yozib, "Menga Jaloir davlatining xoni Ahmad Uvaysni va Ozarbayjon xoni Yusuf Qarni topshirib bergan" deydi. Bu vaqtda sultan 1-Bayezid Istanbulni muhosara qilish va u yerga hujum qilish bilan mashg'ul edi. Bu sababdan sultan 1-Bayezid Temurlikning xatiga bak astoydil qaramaydi, parvo qilmaydi. Temurlik o'zining xatiga javob ola olmagandan keyin Sivasga hujum qilib, Sivasni egallaydi. Keyindan Anqara qo'shin tortadi. Anqara urushida sultan Bayezidning o'g'li 2-Ertuğrul shahid bo'ladi. Ya'ni Temurlik tarafidan o'ldiriladi. Mana mushu xabar sultan Bayezid Istanbulga kiray deb qolgan vaqtda sultan Bayezidga yetib keladi. Bu sababdan sultan Bayezid muhosirani boshlab, qo'shinni chekintirib Temurlikka qarshi Anqara qarab yo'lga chiqadi. Sultan Bayezidniki Temurlikka qo'shin tortib kelganligini anglagan Temurlik unga yana xat avatadi. "Ey o'g'lim" deganga o'xshagan bir so'zni ishlatadi. "Mening sen bilan urushqim yo'q. Kofirlarning oldida ojizlashtirib qo'yg'im yo'q. Sen yaxshisi menga Jaloir davlatining xoni Ahmad Uvaysni va Ozarbayjon xoni Yusuf Qarni topshirib bergan. Biz urushmayli" deydi. Temurlikninki uni o'g'lim deganga o'xshagan kichik sifat bilan sifatlishi, shundaqla o'g'li 2-Ertuğrulni o'ldirib o'tganligi sababli sultan 1-Bayezidda Temurlikka qarshi qattiq g'azab bor edi. Bu sababdan uning qarta nayt qattiq so'zlar bilan javob qaytardi. Xatning mazmuni bo'lsa, "Sen biz urushayotgan kofirlardan bakra kofirsan. Biz bo'lsa Alloh yo'lida urushayotgan g'ozilarmiz. Bizning maqsadimiz ilohiy adolatni dunyoga taqitish. Sening maqsading bo'lsa zamin egallash, o'zingning huquqini kuchlantirish. Biz sana o'xshamaymiz" deb nayt qattiq so'zlarni ishlatib, uningga javob qaytardi. Temurlik sultan Bayezidning xatini o'qigandan keyin uning qarta "Sen o'zingning kim ekanligini unutma. Sen bir ko'chman turk avlodi. Men bo'lsam Chingizxon avlodi. Darhol Ahmad Uvays va qartikini menga topshir" deydi. Shunday qilib Temurlik bilan sultan 1-Bayezid o'tirisida bir qancha qatim xat urushi bo'ladi. Har qatim xat urushida har ikkalisi birisi-birisiga nayt ochiq keladigan gaplarni qilish orqali g'azabini qo'zg'atadi. Oxirida sultan 1-Bayezid texmi eng qattiq og'riydigan yerga besish uchun Temurlik talab qilgan Ahmad Uvays va Yusuf Qarni ana shu Anqaraning valiligiga qo'yadi. Va Temurlik xat yozib, "Agar Anqara urushiga kim kelmasa, shuning xotini taloq bo'ladi" deydi. Bu gap 60 yoshlik boy Temurlikka nayt har keladi va zo'r qo'shin to'plab Anqara urushiga yurish qiladi. Sultan Bayezidmi Anqaraga keladi. Shunda qilib tarixdagi ikki musulmon podshoh, garchi birisi fosiq zolim bo'lsa-mu, ikki musulmon, ikki turk bu qo'shin Anqara urushida shiddatli urushlarni olib boradi. Temurlikning qo'shini ichida Pilla qo'shini bor edi. Shundaqla Temurlik urushda faqat vastallaydigan odam edi. Hatto qarshi tarafning saflarini qalaymiqon qilish uchun tugining ustiga may qachilangan tag'alarni otib o't qo'yib o'tadi. Shundaqla u tugilarni dushman tarafga haydab o'tadi. Tugilar ustidagi o't sababli qarshi tarafning safiga kirib qalaymiqon qilib saflarning hammasini qalaymiqonlashtirib o'tadi. Shunda qilib milodiy 1902-yili Temurlik bilan sultan 1-Bayezid o'tirisidagi tarixdagi mashhur Anqara urushi yuz berdi. Bu urushda 50 ming nafar musulmon o'ldi har ikki tarafdan. Natijada bu urushda Temurlik g'alaba qilib sultan 1-Bayezid fojialik mag'lub bo'ldi. Qanday fojialik mag'lub bo'ldi? Bu urushda sultan Bayezid qizi, ayoli, o'g'illari asirga tushib qoldi. Bir sultanning asirga tushib qolishi Osmonlar tarixida bo'lib boqmagan ish edi. Temurlik sultan Bayezid ayoli va qizini qo'moqqa solib Samarqandga olib ketdi. Shunda qilib Osmoniylar mana shu 1402-yildan boshlab 1413-yil qadar sultansiz qoldi. Bu davr Osmoniylarningki fitrat davri, ya'ni uzilib qolgan davri deb ataladi. Temurlik sultan Bayezidni Samarqandga olib borgandan keyin uningga ajoyib ahanatlarni qildi. Hatto sultan Bayezidni qo'mi bilan birga qasrning ichiga akirib, ayolini ko'z oldida usulga soladi. O'rnida choy to'shug'ini soladi. Bu ahanatlarga chidamagan sultan 1-Bayezid ba'zi tarixiy manbalarda uzukidagi zaharni ichib o'lib oladi, yana ba'zi tarixiy manbalarda hasratlanib o'z ajalidan o'lib ketadi. Sultan Bayezidning o'limi tarqagandan keyin Yevropa dunyosida bayram bo'ladi. Chunki Istanbulni fath qilishga oz qolgan sultan o'lgan edi. Hatto Yevropa dunyosida 3 kun to'xtamay bayram qilinganligi tarixiy manbalarda bayon qilinadi. Temurlikni ba'zi kishilar aqlamoqchi bo'ladi. Lekin tarixga insof nazarimizdan qaragan vaqtimizda Temurlikni bir siyosiyon deb uni ta'riflashimiz mumkin. Ammo u bir aqidasiz, fosiq,
zalim, o'zining maqsadi uchun hech qanday vos tanlamaydigan bir kishi. Sunniy musulmonlarning qashig'iga borsa sunniy bo'la oladigan, Shia musulmonlarning qashig'iga borsa men Shia deb Shia bo'la oladigan, ammo u xuddi Chingizxonga o'xshash buyuk davlat qurishni maqsad qilganlik kishi. Bu sababdan Timur Lenk u davrda Osmoniylardan 5 hassa ko'p zaminga ega edi. Bu zaminlarning ko'p qismini musulmonlarning qo'lidan tortib olgan. Ammo Osmoniylar bo'lsa Allohning kalimasi ustun qilamiz deb qurilgan bir sultonlik. Shundaqla sultonlarning hammasi shu iddia tarbiyalangan kishilar edi. Ammo sulton 1-Bayazid biroz o'ziga ishonatdi. O'ziga ishonganlik sababli Timur Lenkqa sal qarab qolgan. Qandaqla bo'lmasin, kimning haqiqatparvar, kimning to'g'ri yo'lda ekanligini bizga yana tarix deb beradi. Haqiqat ojizlashadi, mag'lub bo'ladi, lekin yo'qolmaydi. Batil kuchlanishi mumkin, ammo vayron bo'ladi. Vayron bo'lgandami hech qanday iznalari qolmaydi. Masalan, Timur davlati ana shundoq cho'ng zaminga ega bo'lgan va shu vaqtdagi eng kuchli imperiyaga aylangan. Lekin 100 yilga bormagan ichida uningdan asar qolmagan, tarix aylangan. Ammo Osmoniylar davri mana shu Timur Lenkning davrida xalifasiz qolgan. Xalifasiz qolgandan keyin ichki urush patqan kishilar yana umidsizlikka patgan, lekin yo'qolmagan. Dal aksicha uningdan keyin yana qaytadan bosh ko'tarib, mush voqeadan keyinmi 600 yilga yaqin hukm surgan. Xo'sh, unda bo'lsa Osmoniylar bu sultonsiz qolgan paytini qandoq o'tkazdi, taxt kurshidan qandoq qutuldi va bir sultonning ostiga qandoq to'plandi, Istanbul qachon kimning qo'lida fath qilindi, biz bu vaqtdagi tarixlarni kelarki darsimizda tafsiliy so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hemze kebi hem arslan, Izlar bisip üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hemze kebi hem arslan.